Qoraqalpog'istondagi bo'lib o'tgan shu tartibsizliklarni o'rganish, tahlil qilish bo'yicha tashkil etilgan komissiyani mana 2 oydirki Qoraqalpog'istonda olib borayotgan faoliyatlarida juda ko'p masalalar bo'yicha oydinlik kiritilmoqda. Fuqarolar bilan o'rganish jarayonida bir narsaga ma'lum bo'ldiki, haqiqatdan ham mana shu tartibsizliklarga tasodifan aralashib qolgan, tergov jarayoniga faol yordam berayotgan, qilgan ishlaridan juda ham pushaymon bo'lgan ayrim ishtirokchilar bilan ham suhbatlashishga to'g'ri keldi. Komissiya o'zini muhokamalarini o'tkazib, ushbu masalalar bo'yicha o'z takliflarini Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesga kiritdi va muhokama qilgandan keyin Jo'qorg'i Kenges o'z vakolatlaridan foydalangan holda ushbu masalalar bo'yicha tergovga murojaat qildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Bu takliflarning ma'lum bir qismi tergov tomonidan ma'qullandi va gumonlanuvchi qamoqda saqlanayotgan fuqarolarni jamoatchilik kafolati asosida uyida tergovga qatnash kabi imkoniyatlarga o'zgartirildi. Men bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Hozir mana shu harakat ko'p nuqtalarda noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lyapti. Go'yoki komissiya tomonidan o'zini tanish bilishlariga, advokati yaxshiroq ishlaganligiga, hatto shunaqangi bir noto'g'ri talqinlar borki, korrupsiya aralashyapti bu ishga degan bir noto'g'ri talqin va yanglish xulosalar kelyapti. Men mana shu xulosadan kelib chiqib bir narsani aniq ta'kidlab aytmoqchimanki, hurmatli fuqarolar, komissiya Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan tartibsizliklarni ochiq, shaffof o'rganishni maqsad qilgan. Endi bu degani tergov yakunlandi degani emas. Tergov o'z ishini hali davom ettiryapti. Kim qaysi darajada aybdor ekanligini albatta yakuniy xulosasini beradi. Biz chin ma'noda, haqiqiy ma'noda Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan tartibsizliklardan jabr chekkan vatandoshlarimizga samimiy yordam berish maqsadida mana shu taklifni kiritgan edik. Bu masalalarda noto'g'ri talqinlarga yo'l ochmaslik kerak deb hisoblaymiz.